Hammaga salom. Biz Bashkent kompaniyasidan uy olganimiz uchun bizni mehmonga chaqirishdi. Borsak hali boshlanmagan ekan. Keyin u yerda fotosessiyalar ham qildik. Bashkent kompaniyasi menga judayam yoqdi, chunki har bir mijozga e'tiborli ekan. Bu ikki insonga esa gap bo'lishi mumkin emas. Hammaga kulgu ulashishdi. Ular qo'llaridan kelgancha har bir insonga mehr ulashishdi. Shu yerda biz uchun zaram sochib berishdi. Yurak chaqilishlarini qaranglar. Bu yerda esa bizni o'zlari rasm tushishga taklif qilishdi. Bu esa alohida mavzu. Bolalarni juda yaxshi ko'rishar ekan. Bu yerda esa eng zo'r kompaniya Bashkent deyishyapti. Bu yerda esa taklif qilingan mehmonlar uchun shvedskiy stollar bezatishibdi. O'zimiz uchun yeyishga shunaqangi narsalar tanlab oldik. Bu yerda esa Dilnoza Kubayeva bilan har xil o'yinlar o'ynadik. Judayam samimiy ayol ekan. Har bir stolga shunaqangi gul qo'yishib, biz uchun shardan kuchukchayam yasab berishdi. Issiqda muzdekkina kofe ichdik. Bu yerda shirinlik va mevalar ham yedik. U yerdan chiqib Toshkent City'ga aylanish uchun bordik. Bu yerda esa jiyanim bilan salqin havoda sayr qilib yuribmiz. Tabiatni qaranglar, chiroyliligini. Bu yerda esa konsert bo'layotgan ekan. Keyin atrofni tomosha qilib o'tirdik. Bu yerda menga yoqadigan mashinani ko'rdim va rasmga tushdim. Uyga bozorlik qilish uchun supermarketga kirdik. Supermarketni qaranglar, kattaligini, yo'q narsani o'zi yo'q ekan. Hatto yeyish uchun narsalar ham sotishar ekan. Soat kechki 11 bo'lgani uchun ko'p narsalar tugab qolibdi. Bu yerda oshlarning ham har xil turini sotishardi. Kassada pul to'lab chiqishguncha eshik tagida kutib turdik. Bu supermarket haqida eshitganmisiz? Toshkent City'dagi fontanni qaranglar, chiroyliligini. Hech qayerda va hech qaysi parkda bunday chiroyli fontanni ko'rmaganman. 12 yoshli qizning shunaqangi bir kunlik bloglari siz uchun qiziq bo'lsa, menga obuna bo'ling. Xayr.